Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 18 sentyabr. Biz Toshkent viloyatidamiz. Nethouse Syngenta kompaniyasining Mamison yuragalari ekilgandi. Hozir o'zimizning O'zbekiston bozorida korzinkalarga mahsulot qilib berishayotgan ekan. Mana mahsulot sifati Mamison pomidorlari bu. Yorilishda deyarli yo'q. Issiqligida ham. Liylari uzun. Yozgi mavsumlarga sitkalarni tegiga ekadiganlarga tavsiya beramiz. Ekib ko'rishinglarni. Mevalar qattiq va qizil bo'ladi.